Suyuq metal laqabli Xiaomi 15 bugungi obzorimizda. Rostdan ham ko'rib turgan dizaynlari xuddi suyuq metalga o'xshaydi. O'sha ko'rsanglar ham suyuq metalli ощущениясini beradi. Orqasi esa Dragon Crystal 2 shishalar bilan qoplangan. Ramkasi esa aviatsion alyumin. Smartfon juda ham ixcham 6.3 dyumli LTPO AMOLED ekran bilan jihozlangan. 120 Hz displey yangilanish tezligi va 1.5K o'lchamga ega. Apple, qachon iPhone'laringni 1.5K qo'yasan? Bu smartfonning eng zo'r tarafini fishkasini aytaman. Ikkita SIM karta, undan tashqari eSIMlarni 10 talab qo'yib olsanglar bo'ladi. Prosessori esa Snapdragon 8 Elite bilan jihozlangan. Hozir esa Antutu ballari va Trotting testlarini bitta ko'rishingiz mumkin. Smartfon juda ham ixcham va kichkinaligiga qaramasdan PUBG Mobile 120 FPS ni qo'llab-quvvatlaydi. Bemalol osonlik bilan ochib o'ynasanglar bo'ladi. Smartfon kameralariga kelgan bo'lsa, orqadagi 3 ta kamerada 50 megapikseldan tashkil topgan, oldi kamera esa 32 megapiksel. Hozir esa kameralarni qisqacha test qilib ko'ramiz. Endi bo'lsa 4K 60 FPS da video olib ko'ramiz. Endi bo'lsa oldi kamera selfiesida va orqa kamerasida portret rejimida rasmlarni ham olib ko'ramiz. Smartfon kichkina va ixchamligiga qaramasdan 5240 akkumulyatorlar bilan jihozlangan va 90 watt zaryadkalarga ega. Smartfon narxlari bo'yicha to'liq ma'lumotni bizning kanalda ko'rib olsanglar bo'ladi. Kanal ssilkasi esa shu video opsiyasida.